أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب التفليس. كتاب التفليس bir kishini sarmoyasidan ayrilib qolgan deb hukm qilish, baholashmiz. Taflis degan so'z fulusdan chiqqan. Fulus degan bizning misrliklar fulus deydigan. Fulus degan dachan, yamaq puli bor. Yani oltin kumush emas, undan boshqa. Mis, tuz yoki tumi. Hozirgi tangi puli bor. Osh pullar fulus. Oltin kumush emas, lekin tumi boshqa undan yasalgan. Şu fulus. Mudaribada fulus bilan mudaribada qilish deb chiqdi. Xuddi bu sarmoyasi ayrilgan odam oltin kumush bunda cho'ng pulni xajlamaydigan, endi 25 sanat, 50 sanat bir yangi yetmagan, bir tangiga yetmagan parchan to'lab pulni xajlab yuradigan bo'lib qolgan ekan. Asli mazmun shu. وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِيمَا هُوَ الْفَلَسِ. Ve sermayeden ayrılıp kılış diyen neden ibaret? Bunu bir bektimiz değil. Ve fi ahkamil muflis فَنَقُولُ اِنَّ الْاِفْلَاسَ فِي الشَّرْعِ يُطْلَقُ عَلَى مَانَيْنِ. Şeriatta çıkıl mani dikildi deydi. اَحَدِهِمَا اَنْ يَسْتَغْرِقَ الدَّيْنُ مَالَ الْمَد۪ينِ. Bu kazi bağlap oldu. Lekin qo'ldagi pulning hammasi qazi yetmaydigan deydi. يَسْتَغْرِقَ الدَّيْنُ مَالَ الْمَد۪ينِ. Qarz qo'ldagi iqtisodni butunlay olib ketadi deydi. فَلَا يَكُنُ فِي مَالِهِ وَفَاءً بِدُيُونِهِ. Yani qo'lida qarzini to'lagidek yetarlik mal yo'q dedi. وَالثَّانِي أَلَّا يَكُنْ لَهُ مَالٌ مَعْلُومٌ أَصْلًا. İkincisi, qo'lda faqat pul yo'q. Ve hozir muflisni ishga ayirdik. Qo'lda faqat pul yo'q, qarzi bor. Bu bir turi. Yana bir turi, qo'lda pul bor, qarzi bor, lekin qo'ldagi iqtisod qarzni to'lashga yetmaydi. وفي كلا الفلسين قد اختلف العلماء في أحكامهما. فأما الحالة الأولى وهي إذا ظهر عند الحاكم من فلسه ما ذكرنا. Birinci ahval qo'lda pul bor, lekin qarzi jiqroq. Qo'ldagi pul qarzini to'lashga yetmaydigan kishi. Hokimning qishida mujna bir ahvol isbotlanib qolsa, ani qarz egillarini yaqinlab bersan o'qdi deb arz qilib tursa, فاختلف العلماء في ذلك هل للحاكم أن يحجر عليه التصرف في ماله حتى يبيعه عليه. Ulamalar ixtiloflashdi. Onda tasarruf qilmaydi deb hajr qilib, anda qo'ldagi narsani hammani setib bilan qazilarning qazini to'latamdi. Qo'ldan olsa, uy bo'lsa, zimin, do'kon, tovar mol narsa hammani setib bilan qazini apasi deganligiga pulini berib o'tamdi dedi. وَيَقْسِمَهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ عَلَى نِسْبَةِ دُيُونِهِمْ. Ularning qarzlarining persent bo'yicha taqsim qilamdi dedi. Am laysa lahu zalik. Yoki unda taqsim qilish bo'lmaydi. Ya'ni hajr qilib taqsim qilish bo'lmaydi. Taqsim qilmaganiga, hajr qilmaganiga qada qilmas. Bal yuhbasu hatta yadfa alayhim jami'a malihi. Balki uni so'lab qo'yib, ikkinchi qarashdan uni so'lab qo'yib, uning butun mal mulkini shu qarzlilarga persent bo'yicha to'lash. Boshqa yo'q shu bank qarab. Ya persent, masalan, buning qo'lida 10 ming ko'y bor. Lekin qarzi 100 ming ko'y. Shu 10 ming ko'yni hozir persent bo'yicha bo'lsa qanday bo'ladi? 10 ming ko'y va odamga 1000 ko'y beramiz. Har bir 10 ming ko'y qarzi odamga 1000 ko'y tegadi. 10 ming ko'y masalan bir odam bilan birlashsak 9 odam hech narsa olmaydi. Unda o'digan persent bo'yicha qo'ldagi pulning 10%ni har bir 10 odamning birisiga beramiz. Persent bo'yicha. Mesela birdan olsa, ikkiden olsa yerinden dikti. 4'den olsa, bugün mesela birdenlikte 20 milyon karşı var, yerinden 50 milyon karşı olsa, ana bunu bazı iskara bin yaptı, bu arada belki başına gelmez. Başından doğan oldu, 25 milyon diyen yapılır. Bazı milyon mesela birden 30'da benim 20 milyon varsa şu bu iki. Tamam, ma unda olsa mesela bizden 60%, bizden 40%. Şu persent boyicha degan gap shu. Hammasini ham bo'lish kerak emas. Persent jiq bo'lsin az bo'ladi. Ikkinchi qarashda shuni so'rab qo'yamiz. So'rab qo'yib, qo'llik pulni shu persent bo'yicha unga taqdim dedi qarzchilarga.
وهذا الخلاف بعينه يتصور في من كان له مال يفي بدينه فأبى أن ينصف غرماءه مش talaş tartış ma ahvalımı şudur dedi. Qarzını tulup biraleydigan qo'lda qisat bakin. Lekin belgilanmay turibdi. Mesela 100 ming qarz var ekan, 100 ming qo'lda bakin. Bermay turgan bo'lsa, hajr qilamdiq yoki sulab qo'yib tulaman deb turalamdiq deb fikr qarash o'sha yerda paydo bo'ldi dedi. Hal yabi alayhi al-hakim fayaqsimahu alayhim. Mana setitiplan, qo'lda banasini setitiplan. Qarz egalariga taqsim qilib beramdi, am yahbisahu hatta yu'tiyahum bi yadihi ma alayhi. Yoki so'rab qo'yib, o'zim berama qarzni deb berishga majburlamdiq dedi. Fal jumhur yaqulun yabi'u al-hakimu ma lahu alayhi. Ko'pchilik olimlar hokim uni milsat bilan qarz egalarining pulisini berib o'tadi. Fayunsifu minhu ghurama'uhu. Undan keyin yunsifu minhu degani ashuningdan qarz egalarining haqqini olib berdi. Aw g'arimahu yoki bir g'arim bir qarzni so'rab qolsa shuningkin yoki bir necha bo'lsa shuning hammasining qarzini olib berdi. Inkana maliyan yani qo'lida iqtisod bo'lib qolsa qo'lda banasini setib bilan yoki naqd pul sotmaydan shu pulni shunda olib berdi ekan qarzilarga. Aw yahkum alayhi bil iflas illam yafi maluhu biduyunihi. Qo'ldagi iqtisod qarzini to'lashga yetmasa bu sarmoyadan ayrilib qolgan muflis deb iflas bilan hukm chiqargan. Hukm chiqargan qada qildi va yahjur alayhi at-tasarruf fihi. Muflis bo'ldi deb hukm qilgan ekan, qo'ldagi iqtisod tasarruf qilolmaydi deb to'g'ritilgan. Men to'g'rilayapsiz bo'lsa ya illam yafi maluhu biduyunihi dedi. Qo'lda ba mal yetmedi. Qo'lda mal bor. Lekin hamma to'lash yetmasa, muflis deb hukm chiqarib Anda qo'ldagi malni tasarruf qilolmaydi deb. Bu tasarruf qilib qo'ldagi malni uning bilan bir o'tib bilan go'shirib bilan turishi mumkin. Voya yuqoridagilarga banan esa bu deganasman. Jumhurning qarashida yuqoridagi gap shu. Ya'ni yahjur alay degan gap shu. Mana famal haladullah va idza zahara indal hakim man falasu ma zakarna. Yahjur alay tasarruf fi mali hatta yabi'ahu alayhi va yaqsimahu ala al-ghurama degan gap shu. O'xshash chiqdi gap. Sizlar ishkal chiqib qoldi demak shunami? وهذا الخلاف بعينه يتصور في من كان له مال يفي بدينه فأبى أن ينصف غرماءه هل يبيع عليه الحاكم فيقسمه عليهم أم يحبسه حتى يعطيهم بيده ما عليه فالجمهور يقولون يبيع الحاكم ما له عليه مجبور أشنان o'rnida mal mulkini setitdi. Fayunsifa minhu ghurama'ahu aw gharimahu. Bir qancha bo'lgan qarz egalarining haqqini uningdan olib berdi. Inkana maliyan. Qo'lda iqtisod bo'lsa, yetsa shu qo'ldagi iqtisod qarz egalarining qarzini ado qilishga yetsa. Aw yahkuma alayhi bil iflas illam yafi maluhu biduyunihi. Va yahjur alayhi tasarruf fihi. Qarz egalarining pulini to'lashga yetmasa muflis deb hukm qilib tasarruf qilish huquqini cheklaydi dedi. Va bi qala Malik va Shafi'i. Ikkisining farqi bo'ldimi, bo'lmadimi? Abi so'rgan hozir bo'lsa, so'rgan men javob beraman. So'ragan javob berishdingiz. Manda qilamdi, manda qilamiz. Tasaul yani. Va bi qala Malik va Shafi'i. Yani hajr qilamiz deganni hozir pul olsa men setib bilan qarzilar. Bir o'timiz yetmasa hajr qilamiz dedi hozir, ha? إمام مالك والشافعي مش قرشن ده. وبالقول الآخر قال أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق. كنج قرشنا أبو حنيفة يعني أنا صلب قياب خلنا حقنا باقين دب مجبور لا يمزجين قرش. وحجة مالك والشافعي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد غرماءه على أن جعله لهم من ماله. Bu Darqutni hakim va Haqiqli rivoyatga hadismi. Muoz qarzga bog'lab ketib, Muozninki shu zimin narsalarini setib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarzini kulutgan. Min malihi, ya'ni Muozning mol mulkini setib Rasululloh uning qarzini to'layotgan deydi. Demak, shu jumhurning dalili bo'ldi hozir. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمر ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. Mevsiyeti optike
Şoňlan bu ziyan usrap ketip, qazi boğulap ketipdi. Şoňlan Rasulullah onga sadaqa bolsa biranlar degan fatasaddaqan nasu alayhi falam yablugh dalika wafa'an bidaynihi. Sadaqa berilgan narsalar, sadaqa yig'ilgan narsalarni uni qaziga to'lashga yetmabdi. Faqala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam khudu ma wajadtum wa laysa lakum illa dalik. Aş bana alsan başqa narsa olmaysizlar debdi. Başqa narsa alaysan kim bilib qo'ydan bu narsa bo'lmadi ki. Bu kim rivoyat qiladi? Muslim, Ahmed, Abu Dawud. وحديث عمر في القضاء على الرجل المفلس في حبسه وقوله فيه أما بعد فإن أسيفع جهينة رضي من ديني وأمانتي بأن يقال سبق الحاج وأنه ادان معرضا فأصبح قدرين عليه فمن كان له عليه دين فليأتنا. Bu Hazrat Umarning bir hukm qilgan voqealikdan akagan bir asar ekan. Buni kim dalil qilyaptilar? Jumhur. Nima? Jumhur dalil qilganda? Abu Hanifada jamoat. Abu Hanifada jamoat. Amma hujjat tariq sayyi va Ya bu shu nimaniki? Jumhurning dalili mi bu? Jumhur hasbun degan. Shunday mishoni mushlislar jamoat keladi. Qismini hasbunga ketishimiz kerak. Ya shu habs qism bo'lmaydi deganga keldi hozir. Ma jumhur habs qism bo'lmaydi deganga keladi. Ay, desishlar malik sho'rda fi habsiga tusar. Ya shu muflisni habs qilish yo'q deganga akagan dalil mi? Bu musu jumhur buni baka o'ziga alayhi da emas bu dalilni. Jumhurning dalili mi shu? Lekin habsi degan so'zni gap qo'yganlikka bizni xuddi Abu Hanifaning dalilida ko'rsatib qo'ydi. وحديث عمر في القضاء على الرجل المفلس في حبسه وقوله فيه أما بعد فإن الأسيفع شد النصب كان جهينة قبل سن كم وركشه رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج. يعني bu diyanet ve amanet meselesinde müdahahlık bir göz kılıp hacının en aldırmanda buna nama taktı erişini közledirmiş. Sabakal haci. Yani bütün bununki himmeti közlüğüne hacının en beşidimanda bulana disin de takla. Şunçilek buldu demek için. Bu qandaq degansa şu isil tüylerini setilib, karvanın aldığa çırıp çaptırıptı mana. Aldırman ekan hacının aldılar. وأنه ادان معرضا. ادان degan qarz oldi, qarzga bo'g'ildi demakchi. Mu'rida degan birinchi ehtimolda uchragan odamning oldin tasab qarz uribsizlar deb oldi degan bo'ldi. Ikkinchi ehtimolda qarz oldi lekin berishdan bosh tortdi. Berishni o'ylamay bu qarz iliva degan. İkinci ehtimolda pulni bermaslikning qazilmasi qarzli va'da degan. Ta'rada deymiz bu, bosh tortib etmasdan. Yuz o'rgan. Ya'ni to'lamaydigan maqsadda qarzli va'da, to'lamasma deb qarzli va'da degan. Demak, bunda qarzli va'da bu. Fa asbaha qadrina alayhi. Qadrina alayhi. Ya, ular bu qanday bo'lib qoldi? Qarzga bo'g'ilib ketdi degan. Rina alayhi degan qad ahata bihi ad-dayn. Bo'g'ilib qoldi degan. G'uliba ala amri degan ma'no. Yoki qaddina alayhi, ya'ni qarz ustiga o'sib ketdi degan bo'ldi. Faman kana lahu alayhi daynun falyatina. Uni ustida kim qarz olib qolsa bizning qishimiz kelsin. Biz bermaymiz demakchi. Umar radhiyallohu anhu men bermayman demakchi. Va fi habsi degan gapni o'qimay turlar. Ya'ni Hazrat Umar shunda hukm qilgan. Demak, u qulni banasini setib buni pulini bir-birlab berib balki o'zi to'layotgan bo'lishi mumkin. Va jumhur o'shada quldagi banasini men setib bilan pul qilib qarzini bermaymiz demakchi. Shuni dalil keltirdi. Bu Imom Malik rivoyat qilgan narsa bu. Fi hadisi musammashu so'lab turib va meni tafsir qildi. Ya, bu so'lab qo'yib turib desa, jumhurning ustiga ziyonli qildi. Mening avvalgilikda so'lab qo'yibman, meni bermay, uyga so'lab qo'yapti degan qaror.
حتى ينفق Ebu Hanife özgü belgimiz dedi. Biz mecbur tasdik qilmaymiz dedi. Lekin unda ma'lumning dil qilmoqchig'ini shu hokim hozir shuning milni setiblam xalqning pulisini beribdi mana. Özgü belgimiz demoqchi. Vejlisizlar shu. Bu İmam Malik Muvatta rivoyat qilgan, Ibn Hazm rivoyat qilgan asar ekan. وأيضا من طريق المعنى عند عقلي دليل ما فإنه إذا كان المريض محجورا عليه لمكان ورثته هنا كسل شيء ميراث خورلرنى ميراثتن محروم قılmas üçün onun keselge hacir qılınğan bolsa فأحرى أن يكون المدين محجورا عليه لمكان الغرماء قاز bolup qalğan adam qarzdorlarning haqqini to'lish uchun uningga hacir qilish bakrak zurul deydi. وهذا القول هو الأظهر. لماذا عبارة مشو؟ ترجيح. جمهورنا ترجيح قدام. الأظهر يعني نصوصاً إن كرنا بتدغى الناس من شو لأنه أعدل هنا. يعني بك عدالتك يقين والله أعلم. لماذا والله بعض إن ترجيح قدام. وأما حجج الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس يعني أبو حنيفة وأهل العراق so'rab qo'ymiz deganda hatta yu'tiyama alayhi aw yamuta mahbusa ya ulgicha turmadi yotidi yoki ashun birdo degan fayabi'al qadi hina idin malahu ulgandan keyin andin qazoxunim uning milni setib va yaqsimahu alal ghurama qazilarning pulisini shu chog'da birdo debdi. Ha? Yo'q. O'zi bermasa u hokim bermaydi uni. Demak biz turmush so'rab qo'yganmiz. Beramsa bermasa, bermaymiz yatamiz turmushda. Qachon beraman degan chog'da men turmushdan chiqay, beray desam shu chog'da chiqirmaydi. Turmushda majburan aytamiz ekanmiz. Unda o'sha jumhurniki so'rab qo'ydim, meni berib. Balki. Meni to'ng'izda. Yo'q, buni hajr qilamiz dedim ma'lum. Hozir bizda yuhjabu alayhi nasabki Şu cumhurdan qarashish. Ha. Ko'pida ishkili qarashning gapi bor ko'pida. Bu cho'qim bir yad deyilgan bo'lsam, bu Abu Hanifaning bo'lmaydi. O cumhurning qarashi. Bu Abu Hanifaga bu qaysi to'g'ri? Abu Hanifa dedi ona bal yuhbasu hatta yadfa ilayhim jami'a malihi ala ayyi nisbatin ittafaqat aw liman ittafaqa minhum. Demak bir narsani qilib aw manda qilamdiq yoki manda qilamdiq dedi. Manda qilamdiq degan birinchisi jumhurning qarashi. Yoki manda qilamdiq degan ikkinchisi Abu Hanifaning qarashi. Demak buningda so'rab qo'ygan, turmudi yotsa, birinchisi bo'lmasa bermaymiz, turmudi yotadi. Qachon turmudi ziriksa, birisi. Qulki ba'zan birish Ya qulki ba'zan birish. Ya'ni u nima qozini musodara qilib, tortilib, qazini tortib bermaydi demak ekan. Aş özünün qolu orqali bergizimiz deydi. Bu onda shaxsninki o'zining milni tasarruf qilish haqqi borda. Buning shu haqqini, erkinligini yo'qotmaymiz demakchi. Ana bunun dalili nima esa? فمنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين استشهد أبوه بأحد وعليه دين. Dadisi Uhud g'azotida shahid bo'lib ketgan. Lekin qarzga bog'lab qolgan holatda deb ketganda falamma talabahul ghurama qarz egalari Jabirdan qarzini sulgan chog'da qala Jabir fa ataytu an-nabiy sallallohu alayhi wasallam fakallamtuhu fasalahum an yaqbalu minni haati qarzni o'rnima Jabirning big'ini hisoblab olamizlar unmay turibdi va yuhallilu abi yani bag'ni hisoblab ilib dadamning qarzini o'tishga rozi bo'lamizlar yoqdi ta'bav falam yu'tihim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayti. Shunda Rasululloh uni unmagan ekan, beg'imni ular hisoblab bermadi dedi. Rasululloh yahudiylardi. Rasululloh unda taklif bersa unmaganlar shu chog'da yahudiylarga uni unmagan. Musulmon bo'lsa Rasululloh ma'lum hisoblab ilanmasa ma'qul deydi ular. Bu sahabalar Madinaga yahudiylardi bu. Qala walakin sa'udu alayk. Ma atganda sen beg'imni baray. Hamma xo'bini shu ayrim do'lab tayaqigan degan. Qala faqada alayna hina asbaha fatafa bin nakhli fada'a fi thamariha bil barakati. Xo'bini ayni do'lab qo'ygan
Mevlini aylanib, her dua. Bunun etrafında aylanib, üstüde oturab, dua qilib, nima qildi dedi. Qala fajaztuha faqadaytu minha huquqahum. Mevlini uzib men ularning haqqini ado qildim dedi. Wa baqiya min samariha baqiya. Demak, shunning qazini biri verdi, çarekle biri verdi, yani şek qilib qoldi. Qazini to'lab bo'lgandan keyin shek qilib qoldi. Bu ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duosining barakatidan kelgan ahvol. İmam Buxoriy rivoyat qilgan bu Jabir ibn Abdullohning hadisini bir necha yerda Sayyid Buxoriy rivoyat qilgan. Ma'lum boshqa yerdan kelgan bo'lsin, Ahmad Muslim. Hozir vajin istilal buningdan Rasululloh bag'ni gachchi setiblan, Qosim olsima bag'ni manjbur. Deb setiblamasa, ash qazilarning pullarini shu nimadan bir vertimi? Yo'q dedi. Unda shuni deydi. Bu hanifani vajin istilal. Yani qazi hozir kim badi? Jabir o'z qo'li bilan qazilarga badi dedi. Çünkü Rasululloh bag'ni tatulib bilan setib uni elishiga. Unda qilma dedi. Vajin istilal shu. Bunun da hadis yok. Hem de hadiste başka yerden ekleşi mümkün. Ve bima ruya aydan, yani bir rivayet muadil kutun. Ennehu mât Usayd ibn al-Hudayr radiyallahu anhu aleyhi 10,000 dirhem. 10,000 tenge qarzi bar halatda o'lib ketib qoldi Usayd ibn al-Hudayr. Fada Umar ibn al-Khattab g'urama'ahu. Ular Xalifa Umar ibn al-Khattab uning qarzigilarini chaqirib, faqabbalahum ardahu 4 sinin mimma lahum alayhi. Ularning qarziga qarta baş ziminini 4 yil ishlatishni ma'qul keldi dedi. Yani bir rivayette bu 4,000 tenge ular. Qarz 4,000 tenge. 4 adamning 1,000 tengedin. Yani bu zimini her yılda 1,000 tenge usul verdik ekan. 1,000 tengelik usul vergan ekan. Her yılda birisi işletilip, usul elilip, razı olduğunun aslında unutkan taşır ne deydi? Bu acaba bu mevzutu sahibi çıkan neresi? Ya karşı bağının şu zimininki, mesela bu mançı moyadın, mançı tağa buğday çıkıyor da bir taraz bağını. Hazreti Odrat icarının şeyimize erzane geçiyor. İcarı buldunuz mu? Hani benim koruma zemindeki bu ya kendi Türkçe'de nurlar böyle paylaşım gibi. Teril ziminden yapıyor. قالوا فهذه الآثار yani bu eserini kim rivayet ediyor? İmam Buxoriy التاريخ الصغير diyen kitabında rivayet etti. قالوا mana veclistan elde dağıtmana. فهذه الآثار كلها ليس فيها أنه بيع أصل في دين. Yani bir ziminin ya koru joy, bir narsaning bir qaz bo'lganlik sababidan majbur setilgan ahvol yo'q demoqchi. Qalu endi albatta turmush so'rash degan gapni nerdan akeldingiz demasa, majburligi yo'q-ku desa, endi turmush so'rashning dalilini endi akeladi. Yadullu ala habsi qawluhu sallallohu alayhi vasallam layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Vajid degan qo'ldan tutulmal badan. Lay degan shu matal, so'ramlik qilish, so'rab bamay turilish. Qo'lda tulba turib bamay turilishi bir kishining uni tillashni va jazolashni halol qiladi. Ya'ni lay degan matal demoqchi, matalul vajid degan mumatala. Buni Imom Abu Davud sunanda rivoyat qilgan, ya'ni Buxoriymi, Sahih Buxoriyda muallaq rivoyat qilgan. Sahih Buxoriyda bor. Endi uqubatuhu deganni mana qalu al-uqubatu hiya habsuhu. Muhaddislar rivoyat qilgan Sufyan Savri uqubatuhu habsuhu deb endi izohlagan. Hadisni adına keldiğiniz degandan javob chiqqan bo'lganda وربما شبهوا استحقاق أصول العقار عليه باستحقاق إجازته. إجارتي ما؟ Mümkün icazə. İcarə buluş gerek doğru. Bula belki bunda oxşatqan gəldi. İstihqaq usulul aqar aleyh. Aş adamның qo'ldagi ziminning boshqa adamning chiqib qilishini ijara bergan ziminning boshqa adamning chiqib qilishiga o'xshatgan deb. Buna gap bo'ldi. İman etmekçidir. Hazreti Usayd ibn Hudayr
onun dirham bu tütünü kullanmaya gelmem mi? Ziminki eski yapışın icazı aslında şuna da kaya ayrıca ziminga layık yani ziminler asli zimin ilgisitti. İlgisi olmadan da bana karşıyız olurken bunun okuduğum icazesine göre zimin ilgisi asli ziminini vermeyin vallahi. İcazesi layık olmadan استحقاق إجارة لازم قيس عليه ما أطلب كتير هو من دار قياس عبارة دليل كي qarz oluvchi kishining mamlakatga qarzini teshib ketganda adat tikan bo'lsasida buni qo'lga qo'yanda u qarzga oshirgandek bir qiladida u bir zamonda to'y ijara qilsam qarzga yesa chiqindi desda o'ylabsizda unda bilim yuzlam ya u asla yetmaydi jabirniki yetmaydi ya jabirni yetmaydi yetmagan ahvolda gap yetmaganda masalan bizlarga bular chiqarsak buncha uning qadar saqlab turmaydi odamlar qarzga vaqt belgilangan bo'lishi mumkin-da yo vaqt belgilash vaqt kelgan chog'da kelib turadi ha biz ma'lumotlar tuzilgan bir yildan 3 yil bilan endi ma'lum musulmon bo'lgandan keyin ma bir yildan foydalanolmayman shuni hal qilsa ma'qulinga qalaydi desa a burunqili yahudi yo'g'achqa ya g'ashpulimni oltimda bilan bunda go'shib turgan usulli qilib lekin jumhur deyishi mumkin rasululloh shu bog'ni yahudiylarga shu hisoblab bir oyda taklif berdi-ku jumhur dalilab qilishga atiribdi dastlab shunday dedi-ku bog'ni ya bog'ni shular musulmonlarda nima qilgan lekin jumhur deydi mana rasululloh boshda shuni nima qilgan endi ular musulmon bo'lgan bo'lsa-da qabul qildi musulmon bo'lmagan ekan qabul qilmagan ekan uni boshqa shari qo'llandi deydi asli bog'ni hisoblab berishga taklif bergan rasululloh yani yahudiylar nimaga ya'ni kim jumhur dalil qilishi mumkin bu unda ehtimolli qilishgan endi hanifiy mazhabniki u odamning moliy tasarrufininki huquqidan mahrum qilmaymiz deb uning huquqiga erishmanlik qilishi bir tarafdan erishmanlik qilgan bilan bir tarafdan buni sulab qo'yish orqali ya'ni uning erkinligiga chekilgan bo'ldi nima balki umrvoyat turmayapti deydi hozir bu erkinligini qo'llayman deb turib buni erkinligini o'xshatib borsin mana masalan وإذا قلنا إنما ما عند بس ما سكتوا ما ذكر ده ما نرش الجمهور نتنا راجح دغوا جمهور نص راجح وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه يعني بو مفلس تعرف كل التقشنا ما بو حجر فندود دغوا جمهور نص قارش بويشه دساك جمهور نص قارش راجح ده بنا تصاب فالنظر في ماذا يحجر عليه أن هنا حجر مقصود الجمهور من قرش ويجه أن قندا إسلام حجر قلماز ما مثلا وبأي ديون تكون المحاصة في ماله أن قندا كازن لقاسا بنا شو نسبة ويجه ülüş oldu bilip birimiz bizde qanda qazda biz bunun malına qaçıda qo'ldan tortiliblam qazilarga bilib birimiz dedim yani hissa bilan bo'lishilishgan mahassa degan o'zining normasi bilan bo'lishilishgan va fi ay shay'in min malihi takun mahassa va bu mahassa taqsim qilinish qanda mol mulki bo'ldi va kayfa takun qanda taqsim qilamiz fa amma al muflisu falahu halan muflisning ikki ahvoli bor halun fi vaqt al falas qabla al hajr alayh uning qatiga tasarruf qilishni cheklab yani hukm chiqarishdan ilgirgi ahvol cheklab qo'yganligi ya'ni huquqdan mahrum qilganligi keyingi ahvol ikkiga ayiramiz deydi va halun ba'd al-hajr فأما قبل الحجر فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض إذا كان مما لا يلزمه ومما لا تجري العادة بفعله عندما حجر hükmüne çekleştin ilgiri özden mal mülkine onda bedelsiz hecresi olmaydı dedi. İtlaf şey yani hecretiş. Buzupçı İslam mı yayı taşlanmaydı. Lakin buzupçı cetiş bedelsiz hecreti olmaydı. Yani hibette de yapmışlar. Sadaka verip diyen. İdâken mimâ lâ yelzemuhu. Yani onda kılıç gerek bulmayan dersin.
vacip olmagan sadaqalaydi. Mesela nezir bilan bo'lsa vacip bo'lib qoldi. Vacip olmagan ixtiyoriy sadaqa bilan hajj etib qo'ymoq. Va mimma la tajri adatu bi fi'lihi. Odatda qilmagan narsa bo'lsa, uni qilmaydi dedi. Buni misollarini beradi. İza kana mimma la yalzamu, nima uchun mimma la yalzamu deb shart qildi bo'lsa, li'anna lahu an yaf'ala ma yalzamu bish-shar'. Chunki u shariat jihatdan qilish kerak bo'lgan narsani qilishi lozim. Va in lam yakun bi'awad, badalsiz bo'lsa qilish kerak. Chiqim qilgan hajrga ayolga shariat belgilagan bo'lsa qilish lozim. Kanafaqatihi 'ala al-aba' al-mu'sirina aw al-abna. Mesela turmushda dinib qolgan ota-onasi balchaqlar bo'lib qolsa, u ashuni baqisi bo'lmaydi. Yani baqisi badal kelmaydi onda. Hajlar bo'lgan. Bu shariat ashunda shuni vojib qilgan narsa. Va innama qila mimma lam tajri al-'adatu bi fi'lihi. Odatda unda kelmagan narsa deb bunda qayd qo'yish nima jihatdansa, li anna lahu itlaf al-yasir min malihi bi ghayri 'adad. Chunki u mal-mulkining azroq bir qismini badalsiz hajlasa joiz bo'lib turadi. Shunda haqqi bor turadi odatda. Masalan, kal udhiya qurbonlik vaqti kelsa, qo'yilib bilan qurbonlik qildi. Yo sen hajr qilgan, qo'y olmaysan deb bilan to'samaymiz biz. Va nafaqati fil 'id. Eiddan chimchimiyan kiyim-kiyib, balchaqlarga pullar va sadaqatul yasira, masjiddan chiqqan chog'da yo'lga ketib qolsa, birash ko'y, bashaqto'y tadbir ishtimo, yo'qsan bermaysan deb to'samaymiz. Va kadalika tura'a al-'adatu fi infaqihi fi 'iwad. Yana odatda hajr qilgan, yani badallik hajrdan sarf qilgan ahvolni to'silmaydi. Yani hajrlarda shu. Masalan, badallik hajrdan katazawuj, masalan, xotin oldi, mahriga berdi masalan. Va nafaqati ala zawja, ayoliga hajlab ayolni baqdi. Mushular odatda bu badallik hajrdan narsalar qatorida. Wa yajuz bay'uhu wa ibtiya'uhu ma lam takun fihi muhabah. Baklam xushamat qilib, alohida yetinchilik qilib, azam bir o'tib ya qimmat ilish ishi bo'lmagan ahvolda hali so'z sidqisi bo'ldi. Muhabbat deganida yetinchilik qilib, ya uni bir narsa to'g'risi qimmat bahs etamiz, ya bir narsa azam bahs etamiz. Shu muhabbat. Wa kadalika yajuz iqraruhu bid-dayni liman la yuttahamu alayhi. Ha? La yuttahamu alayhi. Ya itham qasa la yajuz iqraruhu. Mesela müşadam benim palanı meşgul bir işim battı dese, adette bu yalgan gap qilib, uning qarshida pulni berib bilan qazni to'lashdan qochirishga uringanlikka shuning qarta qarlanmaydigan bo'lsa, ishengil bo'lsa, o'shaga hisob bo'lardi. Bu hammasi nima? İmam Malikning mazhabiga gaplarimiz. واختلف قول مالك في قضاء بعض غرماء دون بعض وفي رهنه. Amda mush adam ba'zi qazilarning qazi biribdi. Ya'ni ba'ziniki ba'zi. Hisoblanib hisoblanmaydi. Uni g'at, uni hisob emas deb unikini yondiribmiz qazi. Ba'zi hammasi ham qilsam bo'yicha birsa deb turalabdi. Yana ran qo'yib qo'ysa hisoblanib hisoblanmaydi. Endi ran qo'ysa qazilarning uni otini olmaydi emasmi? Yani bu nas qimmatli narsa. Wa amma jumhur man qala bil hajr ala al muflis, jumhur man qala hajr ala al muflis deganlarning ko'pchiligi, asli ko'pchilik shunday qarayapti, tamam? Yuhjaru ala al muflis deganda. Bu ko'pchilikning ishidimi? Yana bir ko'p qismi undaqda huwa qabla al hukm kasa'ir an nas. Hajr hukmini chiqarishdan ilgari odatga odamga o'xshashdir. Unda birov huquqidan mahrum qilgan, ya mani qilmaysa, mani qilsa, manchilik xayrisi, manchilik xayrimaydi degan shu. Va inma dhahaba jumhur li hada, ko'pchilik olimlar shu qarashni tutdi dedi. Ya'ni qabla al-hukm huwa kasa'ir an-nas dedi. Lianna al-asl huwa jawaz al-af'al hatta yaqa al-hajr. Chunki asl qoida buni toki hajr qilingan qadar tasarruf qilish haqqi bor dedi. Undan shu hajr qilinish qadar
to'liq tasarrufli holatda turdi. Hajr qilingandan keyin ondan buning tasarrufati cheklandi. Uningga cheklanmaysa dedi. Wa malikun ka'annahu i'tabara al-ma'na nafsi. Imom Malik endi buningdagi qalbi bo'lib qolgan mazmunni ko'z tutgandek. Va huwa ihatatu ad-dayn bil-mal. Demak, qarzga bog'lab ketdi bu. Lakin lam ya'tabiru fi kulli hal. Lekin hamma ahvolda qarz bo'lganligini ko'z tutmay, ba'zi ahvolda ko'z tutdi. Li'annahu yujawwizu bay'ahu va shira'ahu mana. Endi hamma ahvolda ko'z tutgan bo'lsa, ilm setim qilishni muslimo chekli so'tdi. Cheklimidi. لأنه يجوز بيعه وشراءه إذا لم يكن فيه محابة. محابة ومسا يقينچilik qilib pulni ortiq berib o'tilgan yo molni jiq berib o'tilgan bunda ish bo'lmasam hisob dedi. ولا يجوزه للمحجور عليه. Mana hajr qilgan odamga unda muhaba qilib so'zsat qilolmaydi deganda. وأما حاله بعد التفليس. Taflis deganimiz shu muflis deb hukm qilgandan keyingi ahvoli edi. Fala yajuz lahu fiha 'inda malikin bay'un wala shira. Mana muflis deb hukm qilishdan ilgari, hajr qilishdan ilgari muhaba qilmagan odam satm qilsa bo'ldi dedi. Endi muflis deb hukm qilgandan keyin-chi hajr qildik. Lekin Imom Malikning nazarida, albatta jumhurning nazarida shunda bay'un wala shira. Ilib satm qilsa hisob emas. ولا أخذ ولا عطاء برسل من الناس أميدو باميدون. لا يجوز إقراره بدين في ذمته لقريب ولا بعيد. يقين دم بوسون جرق دم بوسون أغين سوسون تقن بوسون من يادن دبن منشفل فل بات دب إقرار قلش مجاز مس. قيل إلا يكون لواحد منهم بينا. فقد لما خرج قلنا برسل ويجتول بقاسا منهم بدون منشفل بات تيريدغان ماشي بول. وقيل يجوز لمن يعلم منه إليه تقاد. Yani bir qarashda bu burun tatib davolashib kelayotgan bunda bir odam bo'lib qolsa, o'sha manda pul isbot desa, mayli deymiz dedi. Sen bu necha oyning oyog'i biz bilan davolashib qozixonda yuribdi. Yani keyin hajr qilingandan keyin ashuni manda manchqul pul isbot desa, bu davolashib yurganlikka isbot qilib turib biz buni qazi bor deymiz. Chunki bu qazi so'lash uchun davolashga o'xshaydi endi. واختلف في إقراره بمال معين مثل القراض والوديعة. عندن فلان من مضاربة قيغانتهم فلان أمانة سقلغانتهم تم معين برمالنا إقرار قاسا على ثلاثة أقوال في المذهب. مالك مذهب بشخل قرشقا بلنب اختلاف لاشته بالجواز والمنع. برس جائزة برس جائزة مسلبته مش إقرار يسبب ما اسمه منعني. والثالث بالفرق بين أن يكون على أصل القراض أو الوديعة ببينة أو لا تكون. Şimdisi iki ahvalın ayrımız. أن يكون على أصل القراض. Yani قراض mudaraba faiz boyunca boğallığın dese kabul kılınır. Mesela şu yurtta adet bulup tilavatkan nimede ben قراض kıygamtayım dese hesaplı ikemez. Mesela tengi tanıdın mudarebege belgenten dese ya onu da şengil olmaydıgan derecede şu yurtta onda ahval körülmeydigan derecede bir kılımını dese kabul kılmaymaz demek. Evvel vedi'a bi beyinetin ev la tekun. Yani amanetini bir ispat olsun ya ki bulmuşsun. Baş amanet koyaş kaidesi boyunca olsa meyle kaidelik olan olsa aşınım da xuddi bir rastgen diyenge ispat tutturmaz demek. İspat olsa ya bi beyinetin ev la tekun. Lakin imkanı ve üçüncüsü biz işkini ayrımız yaptık ama yekun ala asl qiraat ev vedi'a bi bayina ev la tekun. Yani ispatlanma ispatsız mı? Mudarebe faiz boyunca oldu mu bulmadı mı? Bunu ayrımız. Faqila in kanat suddiqa. In kanat degan imkanat dunaka bayina suddiqa. Bayina olab qolsa ishimiz ve in lam tekun lam yusaddaq. Bayina olmasa ishimiz. Yoki qaida bilan bo'lmagan bo'lsa ishonmaymiz demek. واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة. هل تحل بالتفليس أم لا؟ مفلس ده hukm qilgan kishining
1 yildan keyin 2 yildan keyin to'layman degan qarzlar haqida ixtilof qilibdi. Hal tahullu bittafrisamla. Masalan 5 yildan keyin bir shiva bir qarz bor ekan. Hozir buni boshqa qarzlar sababidan biz muflisda hukm qildik. Qanga 5 yildan keyin to'laydigan qarzi hozir gachchi birdigan qarzi aylanib qoladi demoqchi. Fadaba Malik, İmam Malik ve İmam Ahmed debtu ila anna at-taflisa fi zalik kal-maut. Mana muflisda hukm qilish bu o'lib ketgandek. O'lsa gachchida 5 yildan keyin birdigan qarz bu shu chal berish kerak bo'ldi-ku. Shunga o'xshash deb. Wa dhahaba ghayru ila khilaf zalik. Başqa qarabdi. Ve cumhurul ulema ala anna ad-duyuna tahullu bil maut. Mana ko'pchilik olimlar o'lim bo'lganligidan mo'la keyin birdigan nechildan keyin birdigan qarzni gachchidan shu chal to'lash kerak bo'ldi deydi. Qala ibn Shihab, yani az-Zuhri demoqchi. Madat sunnatu. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati bunda bo'lib o'tgandi deydi. Bi anna daynahu qad halla hina mat. Uning qarzi shu o'lgan chaqlan bo'ldi, vaqtga kelgan hisob bo'ldi deb sunnatda shunda bekitilib ketgan. Va hujjatuhum. Nimaga hozir o'sha Ibn Shahabning so'zimi shunga bir hujjat hisoblanadi asli. Shunami? Ibn Shahab mush asalni dedi-ku, madad sunnat degan hozir bir xil raf'ni bildirgan. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga taqozilar. Qaysi sunnat desa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati. Va sahobalar kiromni tutgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati demoqchi bo'lishadi. Mushumi bir xil dalil bo'ldi shular. Va hujjatuhum annalloh tabaraka va taala lam yubih at-tawarutha illa ba'da qada'at-dayn. Mana jumhurning dalili Alloh taolo qarzni to'lagandan keyin andin miras ilishni yo'l qo'ygan. Miras ilish bo'ladi, miras mubah degan deydi. Fal waratatu fi dalika bayna ahad amrayn. Undan keyin mirasxo'rlar mushu masalada ikki kishini o'tirdi. إما ألا يريدوا أن يؤخروا حقوقهم في المواريث إلى محل أجل الدين. لكن بشردين كن تليدان بالقرضوا على أولب كتبوا يعني. أولب كتبوا بشردين كن أشد قرض تليدان وقت كأجن شغل قرض تلاب طلاب. ونودين كن كبقارنا شو شغل ولشماز دب أشكيش ترش اختيار القوام. فيلزموا أن يجعل الدين حالا. لكن baş qazni, nisi qazni qanday qilishadi? Gachchida shu chaqda birib bilan gachchida mirasni taqsim qilish kerak bo'ldi. Chunki u 5 yil kechib turmaydi masalan. Yoki necha yil bo'lsa. Demak, hozir bu birinchi tanlash mavjud yani. Gachchida qazni naq qaz bilan birib o'tib, undan keyin mirasni taqsim qilish bu bir. İkincisi ve imma an yardav bi ta'khir miratihim hatta tahull ad-duyun. Mana 5 yildan keyin bo'lsin, 5 yildan keyin qarz to'laydigan vaqt kelsa, ondan qarzni bersak, undan keyin mirasni taqsim qilish vaqtida saqlab turishi va rozi bo'lish. Fatakunu duyun hinadin madmuna fi at-tarika, khassatan la fi zimamin. Undan keyin aşı qarz, aşağıdan 5 yildan keyin birdan qarz hozir kimning zimmasida? Mirasxo'rlarning zimmasida emas. Chunki mirasxo'rlar u molni qazba, molni miras olmaydi, ama bu aşı miras qolgan molda boshning haqqi, qarzlilarning haqqi miras qolgan molda bor deymiz. Lekin mirasxo'rlarning gardinida demaymiz deydi. Bi xilaf ma kana alayhi ad-dayn qabla al-maut. Lekin o'limdan ilgari qarz qanday zimma deydi. Hozir zimmadan qatida mol o'tkazib ketdi. Yani o kendi zimmetil meyit bana. Zimmetil meyit dedi. Yani ölüp ketken adamın geldiğini dedi bu. Yani o adam ölüp gitti. Bular şu qarz vaqti kelgichi mirasni taqsim qilmaymiz, haqqimizni olmay turmaymiz deb qolsa, bu ölüp ketgan adamning geldiğinden yana bir gardinga yutkilanmay, qattiq o'ttirib qolgan miras molining ustidan o'tkazdi deydi. Va dalika yahsunu fi haqqi zid-dayn. Qarz egasining haqqida aslında qilish yaxshi deydi. Yani bu cho'qim buning haqqi bir yer bo'lish kerak. Uning haqqi tushib ketib qolmaydi demak o'sha. Yani haqqi shunda qo'dilib qoldi. Va lidalika ra'a ba'dhum annahu in radiya al-ghurama'u bi tahammulihi fi zimamihim ubqiyat ad-duyun ila ajaliha. Shu sababdan ba'zi olimlar agar shu qarz egalari rozi bo'lib qolsa, qarz egalari nima rozi bo'ldi? Aşı mirasxo'rlarning gardini o'tkazmaydi deb rozi bo'lib qolsa,
Uqiyat ad-diyun ila ajali. Qarzmi shu 5 yildan keyin o'z 5 yildan keyin birdanga kechiktiramiz. O chaqda qarzni kim berish kerak bo'ldi? Mirasxo'rlar berish kerak. Wa mimman qala bi hadha al-qawl Ibn Sirin. Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin, ishtabiri, mashhur tabi'ilar. Wa ikhtarahu Abu Ubayd min fuqaha al-amsar. Fuqaha al-amsardan Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, sahibi kitab al-amwal. Shuni mushqarasini tanladi dedi. Bular bunda ixtiyor nuqtasi bunda qilsam bo'ldi deb bir chora ko'rsatdi. Lakin la yushbihu al-falas fi hadha al-ma'na al-maut kull shabah. Lekin muallif ta'tida sarmoyadan ayrilib qilish ahvoli mush masalada o'lim bilan yüz unda o'xshash chiqmaydi. Yani farq bor demoqchi. Yani hozir bu yerda aslan dalil nimadan iboratda? Qiyosdan iboratda. Zaman qiyosan al-maut degan gap bordi. Mana at-taflis fi zalika kal-maut deganda. O'limga o'xshatgan. Lekin bu yerda dalillardir aciz. U o'limga yüz o'xshamaydi. Wa in kanat kila zimmatayni qad kharabat. Ikkili zimma, adir zimmatul mayyit xarab bo'lib ketdi. Tamam? Yani zimmatul muflismi xarab bo'lib ketdi. Ikkilisi xarab bo'lib ketgan bo'lsa, fa inna zimmatul muflisi yurja al-mal laha bi khilaf zimmatul mayyit. Lekin muflis degan bijarib zulkat qilishi mumkin. Ha? Pulga erishib qilishi mumkin. Buning ehtimolligi bor. Qo'lga pul chirib qilish ehtimolligi bor. Lekin o'lib ketgan odam qo'lga pul chirib qilish ehtimolligi yo'q demoqchi ekan. Lekin o'lib ketgan odamga bijardan o'lmagan bir miras ya bijarda bir qazir turgan mol falan o'lib ketgan odamning qazitini akadin deb akab qo'yish mumkin. Shunami? Mumkin. Lekin bir bakra ekan-da, boyat bo'lgan ekan, pul topalaydi, pul chirish mumkin degan umid bor edi. وأما النظر فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس فإن ذلك يرجع إلى الجنس والقدر. Yani qarzliklari shu qazi bo'g'algan shu muflisdan qanday mollarni to'lib olaydi dedi. Yarja ya'ni to'lishni. Fa inna zalika yarja ila al-jinsi wal qadr. Uning jinsi va qadriga chetishlik bu masala. Amma ma kana qad dhahaba عين العوض الذي استوجب من قبله الغريم على المفلس فإن دينه في ذمة المفلس. عين العوض degan bir bedel var. Aş bedelning o'zi shuna bo'g'anlikdan qarz yegisi aş muflisni qarz bo'g'ab qo'ygan deydi. Agar shu qarzga bo'g'ab qo'ygan aş narsaning o'zi qo'ldan ketib qolgan bo'lsa فإن دينه في ذمة المفلس. O'chada uning qarzi muflisning gardinda bo'ldi. Bir qarzdordir. Bir taqa bug'doyni sotganlikdan bir taqa bug'doyning puliga qarz bo'g'ib ketgan. Tamam? Bir taqa bug'doyni sotdi. Keyin g'arim hozir bu qarzigisi uning bir taqa bug'doyning puli bor buningda dedi. U odam pulini beramaydi muflis. Shuni qaraymiz. Bir taqa bug'doy hozir shu qo'lda bormi yo'qmi? Qo'lda yo'q, buni yeb qo'ygan. Yani zaba aynul iwad. Yeb qo'ygan ekan, qanday bo'lgan gap, buning pulisi gardinda bo'ldi. Bug'doy o'zi bo'lib qolsa, shu bitaqa bug'doyni ko'tarib ketadi. Demak biz ikkiga ayirib qoldik. Qarzning sababi bo'lgan narsa, o'tkazib qo'ygan mol, o'z bormi yo'qmi shuni qil, naq bormi yo'qmi? Ya ishlatib qo'yganmi, iste'mol qilib qo'yganmi? Iste'mol qilib qo'ygan bo'lsa, uning gardinda pulis qoldi degan gap. Amma idza kana aynul iwad baqiyan. Bu bitaqa bug'doyni taqa o'yidishni qo'yib qo'yib qazdaqdi baqiyan. Bi aynihi mana o'zi baqiyan. Lam yafut. Qo'ldan chiqib qolmadi. Illa anna al-bai' demakchi lam yaqbid thamanahu. Hajigisi shu pulni olmadi degan gap. Pulni olmadi lekin bug'doy shu olti baqiyan. U chaqda qanday qilamiz? Faqtarafa fi dalika fuqaha al-amsar ala arba'ati aqwal. Fuqaha al-amsar mush masalada 4 xil qarashga bo'linib ketdi deydi. Birinchisi, anna sahib as-sil'ati ahaqqu biha ala kulli hal illa an yatrukaha va yaxtar al-mahassan. Birinchi qarash, o'zining haqqi bo'lgan narsa ashadan saq bo'lsa, aynan turgan bo'lsa, shuni gachda oladi. Faqatlam ya buni olmay, men shu boshqa qarzdorlarga o'xshash haqqimga kelgan nisibam bo'yicha, qilsam bo'yicha nisibamni olay. Men bitaqa bug'dingni shuni aytsam boshqalar hech mal olmay qolgan. Deb buni qilsam bo'yicha
o'zining nasibasini erishishga rozi bo'lib qolsa mayli, bo'lmasa o'zining shu bergan meli shuna ba bo'lsa shuni ham ko'tarib olib ketadi. Va bi qala Shafi'i va Ahmad va Abu Thawr. Yani bu jumhurning qarashi ekan. Yani Auza'i, Ishaq ibn al-Mundirlarmi balki mush qarashni tanlagan. Wal qawl ath-thani yanzuru ila qiymat as-sil'ati yawm al-hukm. Ikkinchi qarash taflis hukmini chiqargan kunda ash tovarning qimmatiga qaraymiz debdi. Qo'lba tovarning qimmatiga, ha? Bir taqa bug'doy bo'lsa shu hukm chiqargan kun nech pulmi shu? Bir taqa bug'doy deymiz. Al-hukm bit-taflis. Fa in kanat aqalla min ath-thamani ashhurlashgan bahatni azlab qolsa. Mesela bir taqa bug'doy 200 to'g'ri septgan. Endi taflis hukmi chiqargan kuni bu 150 lik qo'ygan bu. Unda bu aqalla min ath-thaman bo'ldimi? Xuyyara sahibi sila. Nolken aşu buğdayını satqadan aşıdagi ixtiyorligini beramiz. Baynan yaquda xalsangiz buğdayingizni e'lon, buğdayingiz barkan mana. Aw yuhassal g'urama. Ya xalsangiz buğdayni olmayman, men 200 ko'p pulim bor, 200 ko'p pulni qanda pirsallab qarzigilarga taqsim qilsam pul shu bo'yicha olaman. Balki uni puli yetib qolsa 200 ko'p to'liq qilish mumkin. Tamam? Qarz yetmagan. Bunda ahvol bo'lsa yoki 170 ko'y qilish mumkin. Azroq kam qolsa, balki 150 ko'ydan chiqma qilish mumkin. Bu ahvol qarab chiqim birini tanlasa bo'ldi dedi. Va imkon aksara undan ko'plab qolsa, 200 ko'y deyishibdi, hozir taflis hukmi chiqargancha 250 ko'ygan. Yoki al musawiya, yoki 200 ko'ygan shu nimada. Shu kunmi? Aw musawiyatan lit-thamani akhadaha bi'ina. Tanlab qolsa ya undan ko'proq bo'lib qolsa ay buğdayın ham o'zini oladi ekan. Va bihi qala Malik va ashabuhu. Imom Malik va shogirdlari mushqarashni tutdi. Demak bu Imom Malik azim mushunda tafsili ayrışda nimaga tayinda? Biz o'tgan darsda dedik-ku. Yani jiq masalada tafsili ayril, mundasunda. Amma istihsan ya masalihul mursalah degan qoidaga tayinib turib shunda tafsili bayon qildi. والقول الثالث تقوم السلعة بين التفليس. سلين كده بين التفليس. يوم ها؟ يوم. حين؟ تمام. حين الزكمة يوم الزكمة شو ده؟ başkinci karışımdan müdürlere muhtiyatim. Akadana bi'ayniha ila yasham urama aw yu'tuhu thamanuha alladhi ba'ala bihi. O ya o'zi oldi yoki shu boshqa qarzliklari shuni pulini biz birlab bo'ldi. Mavo biz setib qaydigan bizning haqqimizni albatta ishga tayinmani deb qasamaydi dedik. Lekin mushqarashlarimiz bir-biriga yaqin ekan. Uchinchi qarash tuqawwamu sil'atu hina at-taflis mana. Yoki yawm at-taflis. Baholaymiz biz. Yuqorqi qarashni baholaymiz degan shuni. فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضي له بها هنا. تمام قاسا أشو بيقول برمزيان أخشش تازا. يقولون تمام قاسا أشو بيقول برمزيان شنما أو أقل منه قضي له بها. عند آيات أكثر قضي له بها ديان. ما عند أقل وقاس قضي له بها دبته. عن البائع. وإن كان أكثر دفع عليه مقدار ثمنه. إذا تفليس حكم شغالان كندا burun satgan bahatın köprek bahalangan bolsa şu buğday qanday qildi dafa alayhi miqdara thamani uningga pishgan shu bahani birdi. Mesela 200 ko'ylab tikan bahalagan chog'da 250 ko'ygan. 200 ko'yni bir badima 50 ko'y ish qildi. Va tahassuna fil baqi. Andan 50 ko'yni boshqa qarzlilarga ulashtirib berganmiz. Bu amma ekan. Yani el-baqi lil-ghurama demakchi. Ve bihada el-qawl qala jama'atu min ahli al-athar. Ahli al-athardan ba'zilar shu qarashni tutdi. Balki asl Ishaq ibn Rahway, Ibn al-Munzir shu degan bo'lishi mumkin. Wal qawl ar-rabi' to'rtinchi qarash annahu uswatul ghurama fiha ala kulli hal. Uswatul ghurama degan boshqa qarzdorlar o'xshash shu qatorda bir qarz egisi bor. Undan farqi yo'q demakchi. Nima uchun esa bu 200 ko'ga setib sodni bitirib qo'ygan, ammo u ishlatgan bo'lsin, ishlatmagan bo'lsin, bu faqat 200 ko'm bor, buningda gadinda bilan qarz egisi deb boradi. Boshqalama shunda qarz egisi, bu qarz egisi farqi yo'q deydi.
وهو قول أبي حنيفة وأهل الكوفة. Demek bunun bir alaylık yok. Şu kaz kulu teysi bulduğu demek. والأصل في هذه المسألة أساس دليل ما مش مسألة ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. Handa bir adam anda muflislab ketib qolsa, şo'lan bu qarinlik ise o'zining burun bergan satqan milini aynan shu odamning qo'lida kirib qolsa, ashini elishda boshqadan haqli dedi. Ve hada al-hadith kharrajahu Malik ve Bukhari ve Muslim muttafaqun alayhi. Endi mishin Malikni Bukhari Muslimdan ilgari qo'ydi. İmam Malik şu ilgari. Zaman tartibi bo'yicha ilgari bo'lg'achqa. İmam Malik o Muvatta'ni yozgan chog'da sayin tahi dunyo kelgan. Zaman tartibi bo'yicha bunda. Ve alfaduhum mutaqariba. Yani muşunninki lafzlari bir-biriga yaqin. Mayadagi akaga lafz Muvatta'ning lafzi. Bukhari Muslimning lafzi shunga yaqin keldi dedi. Ve hada al-lafz li Malik mana Muvatta'dagi akan va Malikning lafzi. فمن هؤلاء من حمله على علومه وهو الفريق الأول. Demek müşahhis keldim. Asas delil muş meselede. Alimlar müşahhislikka qarab ba'zilar buni umumiy holda tushunganlar bor edi. Yani al-fariq al-awwal. Ash-Shafi'i ve Ahmad ve Abu Thawr diyorlar. Ve minhum man khassasahu bil qiyas. Qiyas bilan taxsis qilayotganlar bor. Ve qalu inna ma'qulahu inma huwa ar-rifq bi sahib as-sil'a. Yani bir yerga hozir biz tushunadigan mazmun nimadan iborat? Ashu malni satqa odamga sal rahim shafqat qilish, shuni sal ko'z tutishdan iborat. Likawni silati baqiyatan, chunki uning mili hozir naq bor, iste'mol qilinib ketmagan. Wa aktharu ma fi zalika an ya'khudha ath-thaman alladhi ba'aha bihi. Bunun qarzini eng yaxshi qo'lga ola oldi desak, qanavda satqan pulini qo'lga topshirib olsa, eng yaxshi haqqi ado qilgan bo'ldi-ku. Aktaru ma fi zalik. Eng yaxshi holat degan bo'lishi mumkin. Eng yaxshi qo'shilgan nima shu satqan pulini qo'lga olsa, do'ppisini osmonga tutdi bu deydi. Bundan keyin qanday qilamiz? Fa amma an yu'ta fi hadhihi al-hal alladhi ishtaraka fiha ma'al ghurama akthara min thamaniha fadalika mukhalifun li usul ash-shar'a. Boshqa qarzdorlar bilan shirik bo'lgan ahvolda, ya'ni u odamlar hozir qarz bo'lib qo'ygan o'zi yolg'iz emas ekan, boshqalar bor ekan. Boshqalar bilan bunda shirik bo'lgan ahvolda o'zi olmoqchi bo'lgan shu milining pulidan jiqroq ilishi bu usulga xilofdir. Yolg'iz bo'lgan bo'lsa, yolg'iz bo'lgan ahvolda shu o'zining satqan pulni olsa, do'ppisini osmonga tutib. Yani boshqalarmi menimi pulim bor, menimi pulimni olsam bo'ldi deb turgan chog'da ajroq olmay jiq olsa, bu ta'tillik bo'ldi. Yani usul shar'da, usul shar'dan iborat her adam o'zining satqan pulining shu miqdorda pulni erish usul shar'da. Yani o'zining haqqini verish, ama bu deyishgan satqan molning qiymatini jiqroq qilish bu shariatning usuli xilof. Yuqorida birisida aktar bo'lsa mayli dedi-ku, shuni raddiya berib ikkinchi qarashni raddiya tanqiladi. Wa bi khasatin idza kana lil ghurama'i akhdhuha bis thamani. Mana bularni shu qarzigilari buni shu o'zining deyishgan puli bilan manch pulni hisoblab olsa alolatdi dedi. Masalan, bizning qarz bor ekan, 200 ko'y qarz bo'lgan bo'lsa, bizdagan bo'lsa 200 ko'y qarz bo'lgan hisoblab olay desa, bo'libdi dedi. Kema qala Malik mana. Musaviya desa bo'ldi degandek tushdi ekan. Wa amma ahlul Kufa faraddu hada al-hadith bijumlatihi. Mush Abu Hurayraninki muttafaqun alayhi. Hatta Imam Malik rivoyat qilgan mush hadisni rad qildi. Nima uchun? Limukhalafatihi lil usul al-mutawatirah ala tariqatihim fi radd al-khabar al-wahid idha khalafa al-usul al-mutawatirah likawna khabar al-wahid madmuna. Usul nimada? Usul
Bir narsa satgandan keyin buni bir odam setib oldi, so'lib bitdi. Bitganki, shu setib olgan narsa ağzını o'zining mulkilab bitdi-ku. Asl usul mushu demakchi. Ya'ni bir taqa bug'doyni satdi. Satgandan keyin uning qo'lga o'tib bo'ldi, so'lib bitib bo'ldi. Bu bug'doy odamning o'zining mulki. Xuddi o'zining etidan chiqqan bug'doyga o'xshash deydi. Uni yeysa, boshqa bir vassa bo'ldi-ku. Usul shuni taqozo qildi. Ma hadis juqul Abu Hurayra hadisi shu usulga xilof kelib qoldi. Chunki ma'noda shu bug'doyni xuddi satqichining bug'doyidek bilan bunda muomala qildi. Aslida bu bug'doy shu situatsiyaning bo'lib ketib qolgan edi. Endi xilof kelganda nima uchun buni rad qilsangiz, buni amal qilsangiz mumtazsa, chunki bu mazhabning qoidasida qat'iy dalala mutawatir shunda darajalik dalillar bo'lib qolsa, buningga xabar vahiddan bizga qarshi kelib qolgan ahvol bo'lsa, bu xabar vahidning dalalati damni bo'lg'achqa qat'iy narsaga kuch yetmay, buni midil topmaydi. Shundan biz ikkin tanlashning o'ttida qolib qolsa qanday qilamiz? Va kuchni po'latdek narsani tutamiz, ojizroq mazmunni tutmaymiz deb uni tarjih qilish iborat. Bu ko'pincha masalada Hanafiy mazhab shunda qoidani ishlatadi. Nima uchun esa ikkovni xabar vahid madnun emas. Xabar vahid degan madnun aw mutawatir wal usul yaqiniyya maqtu'un biha man dalalat qat'i naslahu. كما قال عمر في حديث عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ما كنا لنضع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة. أي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها مش أيال eri talaq qilayotgan chaqda men erimning uyida iddatimni to'sqizib o'tirolmaydim, yo chiqisholmaydim, yo qo'rqitdim degandek andar qilib kelgan. Anda da shikoyat qilgancha Rasululloh falonning uyida iddatini to'sqizib deb sahobalardan birining uyida iddatini to'sqizishga buyurgan. Ve bu ayolni keyin Rasululloh vafot bo'lib ketgandan keyin Rasululloh menga nafaqa va sukna bermaganda deb so'zlab yurgan. Yani bu azı mutallaqa albatta. Üzül kislen ahir uch talaq bilan yerdan ajrab ketgan ayol. Yani bu shu iddat vaqtida la tukhrijunna min buyutihinna shunda uy berib uni chiqimini qilib berish degan masala bor. An-nafaqa va sukna degan masala. Ay mutallaqaga nafaqa va sukna bormi yo'qmi degan masalada talash tartib bor. Bu mutallaqa albatta. Uyda turish haqqi bormi? Mutallaqa rajiya va uy turish haqqi borsa, nima uchun desa, Allah yuhdithu ba'da zalik amra. Va yarish qiladimiz. Bu yarishishimiz yo'q. Balki uyda turish haqqi bormi? Nafaqada haqqi bormi desa, olimlar ixtilof qilishdi. Ba'zilar faqat yo'q, hech nima yo'q deydi. Ba'zilar nafaqa bor, ba'zilar sukna bor deydi. Endi mushu Fatima bint Qays nafaqa sukna bermaganda Rasululloh mening vaqtimda deb rivoyat qilgan. Hatta Hazreti Aisha buni tanqid qilgan. Allohdan qo'rqsin bunga bu Fatima, bunday gapni so'zlab yurmasa. Yani buningki nafaqa va sukna berganligi ayrim bir ahvol bo'lg'achqa, bu ayolning sal og'zimani urushga qo'yishqa, qaynonalari bilan chiqisholmaydigan bo'lg'achqa, yoki shu joyda erning o'yida qo'rqinish deyolab, adam az bir yaqi yavlab, yolg'iz turib iddatini to'sholmaydigan bo'lg'achqa, endi nima qilgan? U sababi boshqa edi. Shunda turib bo'lmanda Rasulullohning hukmida bilan nafaqa va sukna bermaganda so'zlab yurdi deb tanqidga ahvol bor. Sonra Hazreti Ömer'nin zamanında bu ayol bir ish udulkab qilib, mushu hadisni degan chaqda Hazreti Ömer rad qilayotgan. Yani Alloh taolaning kitobida mutallaqaga sukna bergan, tamam? Uyda la tukhrijuna min buyutihinna va la yakhrujna degandek shunda ahkam bor. Nonikin bizma keskin oyatdan kelgan, yani bu maqtu' dalala, maqtu' subut manda narsani qo'yib ma bir ayolning uni xatolashib qoldimi yo xato tushunib qoldimi ehtimollik bir narsani tutmaymiz deb uni ammagan. Yani bir mazhabda shunda tariqada ma puxtin tutiladi demakchi. Wa rawahu an Ali annahu qada bis-sil'ati lil-muflis. Yani İmam Abu Hanifa yoki ahli Kufa o'ziga dalil qilib, qanaqto qosh bug'doy deyiladi. Muflis buni setogan bug'doy turgan. Shu bug'doy shu muflisning o'zining bug'doyi bor. Olimning amasida hukm qilgan deydi. Bu sahobaning vaqaligiga bu hukmni dalil qildi. Asar.
وهو رأي ابن سيرين وإبراهيم من التابعين يعني إبراهيم النخعي المكي وربما احتجوا بأن حديث أبي هريرة مختلف فيه بلكي بولا يعني من دا ديش ممكن من دا دقوقش ممكن أبو هريرة رضي الله عنه حديث دا أزرق يبقى يعني لفظ مضطرب فيه اضطراب هر خل لفظ يبقى وذلك أن الزهري روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء من ده بزجندك مرواية بكاجا منا سلجندك مكالده بزجندك مكالده ناركم بو احتمال قلب قلده نمش bunu kim rivayet ediyor? Abu Davud ma rivayet Abu Davud rivayet qilgan bo'lishi mumkin. Demak, ana o'sha hadisning bir xil rivoyatida bunda lafzimi keldi demoqchi bo'ldi. Va hada al-hadith awla. Ma hadisda awlara yuqorqi rivoyatdan dedi. Ikkisi bir hadis, lekin ma bir xil rivoyatda, bir xil rivoyat. Ma xil rivoyatda yuqorqi xil rivoyatidan oldin o'rinda turdi. Li'annahu muwafiqun lil-usul as-sabita. Biz shu mustahkam usul deb qaragan oyatlar va islomning bekitgan qoidasi shuni udil kelgan ekan, ma bakrak munosib dedi. Qalu walil jam'i bayna al-hadithayn wajhun. Bu dabtal ishkalisdan jam' qilib bo'ldi. Bayatda Imom Abu Hanifaning tutqayida bitta jam' emasda, tarjih. Jam' qilib olmas tarjih qilib tutgan. Ma'lumlar da jam' qilsak jam' qilib bo'ldi deb faqallaydi. وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة والعارية. أجبرك أبو هريرة رضي الله عنه حديث ده أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله لأنه قد برادم مثلا مفلس لوكيم شقابل. أن برادم أي مفلس تبرن أمانة قيغان بوسا لوكيم شقرلغان كي شدا قارسا özünün أمانة قيغان ناس أينن بوسا و özünün aş amanatını erişkaklığı da bunda düşensek bunu demek. Sosyalistik demez. Amanat qo'ygan narsa. Navaki bu o'zining narsasi bo'ldi. Bu muflisning narsasi bo'ldi dedi. Ammo satgan bo'lsa, muflisning bo'ldi. Satmaganga amonat olgan ekan, bu o'zining narsasi bo'lgan bo'ldi deb tushunsak, jami qilgan bo'ldik dedi. Illa annal jumhur, ya'dan diqqat qilayap. Illa annal jumhura daf'u hada at-ta'wil. Bunda ehtimollikni, mushunda izohlashni rad qilyapti jumhur. بما ورد في لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بعض الروايات من ذكر البيع. بعض الروايات من باع سلعة دين لفظ بعض الروايات. Çünkü bir narsanı satgan bo'lsa, anu setva qo'chqa iflos hukmi bekitilgan bo'lsa, anu qarasa shu satgan milning o'zi bor bo'lsa, o'zi ilmli shaqqi bor degandek rivoyat kelgan ekan, omonat o'qi degan gaplar aqmaydi. وهذا كله عند الجميع بعد قبض المشتري السلعة. البته aş muflis deb hukm qilgan odam setvagan tug'ash malni setvagan chaqda qo'liga topshirib at bo'lgan bo'lsa, yuqori gaplarni bilsa shuningda qo'liga topshirib olmagan bo'lsa, bu boshqa gap. فأما قبل القبض فالعلماء متفقون أهل الحجاز وأهل العراق. O'tganki masalada qo'liga topshirib elat, pul o'zidan bo'lib ketgan masalada ahli Hijozlar, ahli Iroq yoki ahli Kufa ixtiloflashgan. Unda qo'liga topshirib olmay sotishibdi. Bir tag'a bug'doyni sotishib, lekin bug'doyni olib ketmabdi. Qo'liga olmoqdi. Keyin iflos hukmi ijro qilindi o'zingga. Bu shunday ahvolda bu olimlarimiz ittifoq dedi. Anna sohibi sila ahqqu biha li'annahu fi damani. U o'zidan qo'lga o'zining bir tag'a bug'doyi o'zining qo'lida uni. Dalga shu o'zining haqqini ediyordu. Buğday setva uchun bo'lib ketmaydi. Vaqtalafa al-qailuna bihada al-hadith. Yuqorqi hadisni tutqalbago, yuqorqi manbasil atana Abu Hurayra radhiyallohu anhu bir narsa setibdi. Satgan ekan bunga iflos hukmi ijro qilingan ekan, qarasa shu satgan narsa o'zi shu odamning qo'lida bo'lsa, ashuna abkes bo'ldi deganlar, ma bir masalada yani ixtilof tushib qoldi. İza qabdal ba'd at-taman. Hammani ammay qolgan ahvolda yuqorqisi. Nima? Pulni faqat amma bir tarafidan 2 kun sotgan bo'lsa 2 kun bir so'mma ammay qapqara hozir 100 kun yaptı 100 kun qolgan bo'lsa deganda hisoblashdi. Faqala Malik insha'a
أن يرد ما قبض ويأخذ السلعة كلها خالصة آغان يزكوينمو قيترب برب باشر مفلستا بغدينا قيترب الوالدود وإن شاء حاص الغرماء فيما بقي من سلعته خالصة يزكوي قازم بعد باش قرضدار لم بالله قطع تزلدور. وقال الشافعي بل يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن. يزكوي أبوغم بو يزكوي قاغان يزكوي يسول الله مش تاغان كتر كتر ماشي ما يا يزكوي بغضاء الله أكيد يرمون أكيد ماشي. وقال جماعة من أهل العلم داود وإسحاق وأحمد إن قبض من الثمن شيئا فهو أسوة الغرماء. فلدن أزرق بالناس أبقى غنبوسلام بلدو قلدنش كيسبتر أسوة الغرماء. أنا مش عالم الله داود وإسحاق وأحمد أولكين فقط فلنا قلق أمغان مسألة ده من ديانته أشمالنا أجنا لدو ديانته تمام. وفلو قلق أتبقى لكلام بلدو ميلي قلدنش كيسبتر. وحجتهم ما روى مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به. دل شو مثل دي كمان ولم يقبض الذي باعه شيئا برتين مغنبوسا أن شو ملي أين بقاسا شنو yüzü kaytırıldı, kaytırılışka en haklı depto. Çünkü buna İmam Malik rivayet kılışın ama yani Ebu Davud mu rivayet kıldı? Bu mursel hadis, aciz. Ve in mâtellezî ibtâ'ahu fesâhibul metâ'i usvetul guremâ. Muflisler kitapsa malın ilgisi o qarzdorlar qatorida o'xshash bo'ldi debdi. Va huwa hadithun ve in arsala Malik mana. وإن أرسل مالك يعني إمام مالك مرسل ده برواية كلام بوسمان فقد أسنده عبد الرزاق عبد الرزاق لا أبو داود مسند رواية كلام. وقد روي من طريق الزهري عن أبي هريرة في زيادة بيان يعني الزهري والأرقلق أبو هريرة رضي الله عنه يعني أرتغرق رواية كاجان وهو قوله فيه وأرتغرق كاجان رواية مشكا فإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء. Dal o'sha masaladagi dalilga iborat ekan. Puldan biror narsani qo'lga olgan bo'lsa, o'chada g'uramaning qatoridan bo'ladi debdi. Zakarahu Abu Ubayd fi kitabihi fil fiqh va kharrajahu. Abu Ubayd yani Al-Qasim ibn Sallam Al-Amwal degan kitobda rivoyat qilgan. U sanadlar rivoyat qildi va kharrajahu degan shu. Boshqalar rivoyat qilgan bo'lishi mumkin sunan kitoblarda. وحجة الشافعي أن كل السلعة أو بعضها في الحكم واحد. فهم أخشش هنا برقسمة هم قسم لا أخشش ولم يختلفوا إمام الشافعي ودليل تكتم ولم يختلفوا أنه إذا فوت المشتري بعضها أن البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته. سيدوا أخشش مفلس يرمني يقول بس يرمي قام بوسا يرمنا الإشتاقلر دبتون إلا عطاء فإنه قال غضم شو قرشتن عطاء ما يشكلت من دكتور إذا فوت المشتري بعضها مشتري برقسمنا قلنا شكرت قاسا استعمال قلت قاسا كان البائع أسوة الغرماء وشذا صدق أدمه قرض الله قطعدن قرض الإسلام بلده. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.